Buna qilib kilayladik. Qani endi yurgizib beramiz. Bismillah. Bu nogiron tug'ilgan mana aka oyog'ini bosmaydi mana. Hozir shuni yangi bir narsa ko'rib qolib internetda shuni qilib ko'rmoqchimiz. Qani effekt beradimi bermaydi. Agar bersa, xudo xolasa sizlarga videosini joylaymiz. Gaplarda cherigida mana bu inimiz torligi sababli masalan musolli bo'lib qolganidan keyin ko'rmay qolgan. Hozir ish bundan betarada. Mana hozir mana bu sizga baho berasiz. Kabutar halol qush hisoblanadi. Boqish, sotish, uni yeyish hammasi joiz. Kitoblarimizda aytilgan, lekin kabutarni xosiyatsiz degan ma'no yo'q. Kabutarga taalluqli noqulay ma'noni shu kabutarni qimorga ishlatish. Uchirib kimni kaptari baland tutsa yutadi, past qolgan yutqizadi ma'nosida. Bu yomon narsa. Va kaptarga berilib ishqibozlik qilib namozni, zikrni unutish ma'nolari tanqid qilingan, noto'g'ri, xosiyatsiz ishlar deyilgan. Lekin kabutarning o'zi bir qush sifatida xosiyatsiz narsa deyishlik islom dinida yo'q.